eshitdilar. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Makka mushriklaridan qochib Makkadan chiqib ketdilar. O'g'illari Abdullohga, Hazrati Abu Bakr Siddiq o'g'illari Abdullohga aytdilarki, Makkaliklar biz haqimizda nima gaplar gapirib turibdi, shularni xabarlarni yetkazib turasan deb topshiriq qildilar. Qullari Omir ibn Fuhayroga bu kunduzi qo'y boqadi, kech payti bizga biror yeguliklar, biror narsalar olib chiqib turasan deb tayinladilar. Endi shunda Makkadan chiqib ketib, orqalaridan mushriklar ta'qib qilib kelishaverdi. Oxiri mana shu hozir biz ko'rgan tog'ning tepasidagi g'orga. Bu tog'da o'zi g'or ko'p. O'ziga alohida xususiyatlari bor edi. Shulardan biri bir tomonidan kirib, bir tomonidan chiqib ketsa, imkoniyati bor edi. Mushriklar orqalaridan quvlab kelaverdi. Ichkarida keyin o'sha joyga yashirinishlik uchun Payg'ambarimiz alayhissalom Hazrati Abu Bakr Siddiqqa aytdilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Payg'ambarimizga shunaqangi sodiq bo'lganlarki, o'shaning uchun ham Siddiq degan laqabni olganlar. Mana endi biz tarixlarda eshitganmizki, ba'zi insonlar aytadi, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida sahobalar bilan birga biz ham bo'lganimizda sahobalardan kam bo'lmagan muhabbatni payg'ambarimizga ko'rsatar edik deyishadi ba'zilar. Bu gap juda noto'g'ri gap. Aslida bu sahoba ikromlarning birortasiga ham ko'rolmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaytum. Ya'ni mening sahobalarimni qaysi biriga ergashadigan bo'lsangiz, albatta to'g'ri yo'lni topasiz deb baho berganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Kunlardan bir kuni bir inson shunday fikrladi. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar bilan birga bo'lsam, Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'zlarining ko'zim bilan ko'rsam, men ham shunchalik muhabbat qila olaman-da deb o'yladi. O'sha inson dedi, bugun tush ko'rdi. Tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bir mashinada o'tkazib olib, bir joyga olib ketyaptilar. Qarasalar, yo'lda bir balandlik joyda, bizning o'zimizdan perevodga o'xshagan bir balandlik joyda mashina ketyaptiki, mashinani qo'lini ishlamay qoldi. Shunda haligi inson uyqusida o'ylabdiki, demak mashinada avvalroq bormayin, Rasululloh xabar qilib qolmasinlar deb mashinani to'xtatishlik uchun pastga tushib bir toshlar axtardi. Baloniga shinasiga tosh qo'yayki, mashina o'z joyida to'xtab Rasulullohga bir tan jarohat yetmasin. Shunda borib, tushida ko'ryapti, uzoqroqqa borib tosh axtarib yuribdi. Keyin oxiri topolmaganda bir kichkina toshni shunda olib keldi. Qarasa, mashina to'xtab turibdi. Qanday to'xtab turibdi ekan? Shunda qarasa, sahoba ikromlar balonni tagiga boshlarini qo'yib olib to'xtatgan ekan. O'shanda u inson aytgan ekanki, agar Rasulullohning davrlarida sahobalar bilan birga yashab turganimda ham men bu sahobalarchalik muhabbatni olamas ekanman. Demak, har bir zamonning o'zining muhabbatli insonlari bor ekan deb o'sha joyda tavba nadomatini qilgan ekan. Demak, Hazrati Abu Bakr Siddiq payg'ambarimizga shunaqangi muhabbatli inson edilarki, g'orga o'shanda ikkovlari ham birga kirmadilar. Birinchi Hazrat Abu Bakr Siddiq kirib, u joyda bir chaqadigan, bir yovvoyi narsalar yo'qligini bir ko'zdan kechirib chiqdilar. Ichidan hech narsa yo'qligiga amin bo'lganlaridan keyin payg'ambarimiz alayhissalomni shunday chaqirib keling deb aniq bildilar, g'orda o'tirdilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq aytadilar, men shunga g'orning oldiga mushriklar yaqinlashib kelganini shunday bildimki, hatto ularning ovozini biz eshityapmiz. Shunday boshlarini g'orga ichkariga salgina kiritsa, albatta biz bo'ladilar dedilar. Alloh taolo bularni mushriklarning ko'zidan payg'ambarimiz alayhisalom Hazrat Abu Bakr Siddiqni bekitib qo'ygan. Qanday? G'orga kirganlarida bir o'rgimchakka Alloh taolo shunday amr qildi. O'rgimchak Allohning amri bilan u yonida turgan daraxt bilan bu g'orning og'ziga o'zining uyasini to'qdi. Va yana ikkita yovvoyi kaptarga buyruq qildiki, amr qildiki, ular ham kelib o'sha joyda yotib oldi. Shunda mushriklar g'orning oldigacha keldi. Hazrat Abu Bakr Siddiq ovozlarini ham eshitdilar.
shunda aytdilarki, ey Allohning rasuli, mushriklar keldi, hozir bizga shunday qarashlar bizni ko'radilar deganda, Payg'ambarimiz alayhisalom javob berdilarki, ikkovlarning uchinchisi bo'lgan Alloh taologa nima deb o'ylaysan dedilar o'sha joyda. Ya'ni men Allohning rasuli